أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hürmetli qarindaşlar, bugün sözlemoqchi bo'lganimiz ro'za nomli darsimizning ikkinchi darsi. Endi biz bugungi darsimizda asosli so'zlamoqchi bo'lgan mavzuyimiz bo'lsa ro'zaning darajalari. Ro'zaning darajalari. Biz ilgirki darsimizda ro'zaning turlarini, farz, vojib, sunnatdan iborat ro'zaning turlarini tafsili bayon qilib o'tgan edik. Endi bugungi darsimizda bo'lsa biz ro'zaning darajalarini bayon qilib o'tamiz endi. Ro'zaning darajalari bilan ro'zaning turining farqi nima deganda, ya'ni farz bo'lgan ro'zalar, vojib bo'lgan ro'zalar, sunnat bo'lgan ro'zalar. Endi mushu ro'zaning darajasi degan, ya'ni farz, vojib, sunnat jihatdan emas, balki bu o'rtaq, ya'ni farzgimi, vojibgimi, sunnatgimi, nafl bo'lgan ro'zalarmi hammaga o'rtaq bo'lgan, hamma ro'zada o'rtaq bo'lgan bir daraja bor. Hamma ro'zada. Ba'zi kishilar birinchi darajada, ya'ni eng a'loni bo'lishadi, ba'zilar ikkinchi daraja, ba'zilar uchinchi darajada ro'za tutadi. O'xshash bir Ramazonda va yoki o'xshash bir vojib ro'zalarni tutibdi, yoki o'xshash bir nafl ro'zani tutibdi emasam. Lekin shu ro'zani tutganlar ba'zisi 100% ro'za tutadi, ba'zisi 80%, ba'zisi 60%. Undan tushib ketganlar o'tmaydi imtihondan degan gap. Demak, biz bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz shu ro'zaning darajalari. Shuni aniq bilish kerakki, ro'zaning 3 ta darajasi bor. Ro'zaning 3 darajasi bor. Birinchi daraja, ya'ni birinchi sinf degan gap. Eng tuvan daraja bu savmul avam. Amma ko'pchilik normal kishilarning ro'zasi. İkincisi savmul xavas. İkincisi bo'lsa, ya'ni xos, ya'ni alayda kishilarning ro'zasi. Üçüncüsü bo'lsa savmu xavasil xavas. Ya'ni texmi bek normal kishilarning. Texmi bek alayda. Qaltis kishilarning ro'zasi. Endi biz 5'ten başlap bitayli. Ammaviy kishilarning ro'zasi degan qasi. Ammaviy kishilarniki. Normaldagi ammaviy kishilarning ro'zasi degan qasi deganda bu bo'lsa qo'rsaqni va avratni ularniki ishtaha qiladigan orzularidan yig'ish, to'sish, to'xtatish. Biz endi bu masalada fiqhniki hukmlari hammasi shuni ichiga kirib ketadi. İnşallah bu ro'zaning tafsili fiqh hukmlarini biz bundan keyingi darslarimizda tafsili so'zlab o'tamiz. Ya'ni birinchi qilib ro'zaning birinchi darajasini va birinchi sinf bu birinchi sinfda kichik bolalarmi, ya'ni ro'za tutayotgan kichik bolalar bilan cho'ng odamlar o'xshash barobar hammasi. Nimishqa barobar? Kichik bolalarmi atdigandan tortib kechgacha tomoq yemaydi. O'zini to'xtatib nafsini yig'ib oladi. Çoğun adamlarımı o'xshash atdigan tortib kechgacha tomoq yemaydi, nafsini yig'ib oladi. Va mushu atdigan tortib kechgacha bo'lgan ro'zada qanday ishni qilsa ro'za sinib ketadi, qanday ishni qilsa ro'za sinib ketmaydi. Fiqhning hukmlari buningda shu kichik bolig'ima, shu cho'ng odamga biringa o'xshash. Hammasi o'xshash tuta oladi buni. Buni cho'nga ko'pchilik, cho'ng kichik hammalarniki am bo'lgan umumiy ro'za deb atashning sababi bu. Endi ikkinchi biz xoslarning ro'zasi dedik. Xoslarning ro'zasi. Xoslarning ro'zasi deganimiz bu quloqni, ko'zni, tilni, qo'lni, putni va qolgan a'zolarni gunoh ma'siyatdan yig'ish, gunoh ma'siyatdan to'xtatish, gunoh ma'siyatdan to'sish. Mavu xos, ya'ni alayda kishilarning ro'zasi. Alayda kishilarning ro'zasi. Biz buni ikinchi tafsili so'zlab o'tamiz, tafsili. Üçüncüsü bo'lsa biz xoslarninki ro'zasi dedik. Ya'ni texmi bek alohida, imtiyozli qaltis kishilarning ro'zasi dedik. Bu qanday kishilarning ro'zasi dedik. Eng yuqori pallasi ro'zaning. Bu bo'lsa qalbni,
İnsan kalbini dünyanın fikirlerinden tazalaş. Allah Azze ve Celle'den başka bütün hamma narsani kalbidan chiqarib tashlash. Anladın? Ma derecege yetken vaqtida inson ruzuda, ma derecege yetken vaqtida shunda qalbiga bir nima kelib qolsa, qalbiga dunyoning fikri kelib qolsa, buniki ruzi singan hisob bo'ladi. Tamoqiy degan gap emas. Ya'ni buning ma'naviy ruzisi sinib ketgan hisob bo'ladi, ma yuqori darajada. Bu davamlı Allah Azze ve Celle ahiret günü hakkıda fikir tefekkür yürgüzüdü. Lakin bu dünya için fikir tefekkür yürgüzüş doğru gelse fakat bu şu dünyanı kullanıp ahiret işletiş. Dünya arkalık ahiretini kolu keltiriş için la dünyanı oylaydı. Bu da bu dünyanın üzünü depli dünyanı oylamaydı. Çünkü bu dünya degen ahiretinin uzuk vasıtısı. Ahiretki uzuk atkan ya. Anladın? Endi mana mushu derece en alaydı kişilernik. Yani kalbini mushu günah mesiyet, kalbiga günah mesiyetini egep kılıştın. Bu dünyanın yaman fikirlerini, naçar fikirlerini egep kılıştın saklaş. Bu haslarının ruzusu. Endi biz bu haslarının ruzusunu asas peygamberler, sıddıklar, mukarrablarni tutalaydı. Bu boşlaqçı adamlar bunu tutanmaydı. Bunun derecesi intayin yukarı. Ahiretki bağınca da hemmeyle biliptu, külptu. Endi biz birinci kılıp sözlemek çoğunumuz umumi kişilerin ruzusu edip bunun ruzunun fikri hükümlerini tefsili bayan kılmız. Bunu ayetinden başlayıp inşallah bayan kılmız. Çünkü bu uzun, bir kadar uzun. Umumi kişilerin ruzusu boğan tefsili ruza bu bir kadar uzun boğaçqa bunu ayetinden başlayıp bayan kılmız. Kinki dersimizden başlayıp. Lakin bugün sözlemekçi boğunumuz xas, yani alaydı kişilerin ruzusu degen muşayaqda bugün tefsili toxtulup ötümüz. Müşahede kelgende gapimizde şu ma'lum bo'ldi ki roza ikki xilga bo'linadiganligi. Biz 5-ki dersimizde rozaning nimaligini, yani to'xtash, mutlaq to'xtash lug'atdagi ma'nosi. Savm deganning lug'atdagi ma'nosi mutlaq to'xtash dedik. Undan keyin shariatdagi ma'nosini so'zlab, ya'ni at degandan tortib, tong otgandan tortib toki kun o'ltig'icha roza, shu Ramazon rozasi, qanday roza, shu rozaning niyati bilan ve o'zi roza tutish salohiyatiga ega bo'lish, ya'ni balog'atga yetgan, aqlli bo'lish, musulmon bo'lish shartlari bilan birga at degan tortib shu kechgacha yemek ichmakdan va barliq shahvatlardan to'xtashni biz roza deb tushundik. Endi mushu roza ikki xil degan gap chiqdi bugungi ma'noda. Ya'ni ma'naviy roza, amaliy roza. Amaliy roza deganda biz fiqh, yani hüküm derslerimizde tefsili bayan qilib o'tamiz. Ma'naviy roza degan chu deganda, ma'naviy roza degan mushu mana xoslarning va xoslarning tutgan rozasi, mushu ma'naviy roza. Bu haqdagi dalillar intayin kuchli dalillar va hadislardan kelgan. Biz buni tuvanda o'rtoqlashib o'taylik. Endi bu xoslarning rozasi deganimiz bu bo'lsa solihlarning rozasi. Bu qanday roza desa, yani bütün a'zolarni günah ma'siyatdan to'sish, yig'ish rozasi. Yig'ib to'sh, buni yig'inchoqlab aytganda 6 turlik bo'ladi bu. Bu xoslarning rozasi qancha xil turlik shayni yig'ishda tafsili bayon qilganda 6 xil a'zoni uning ishlaridan, gunohlaridan to'sish degan bo'ldi. Masalan, avvalan hisob etaylik. Birinchi qilib gaddul basar, ko'zni yumush degan gap. Ya'ni Alloh taolo harom qilgan ro'za tutgan vaqtida endi bunda desa ro'za tutmagan joyda qilsa tutqanishga bo'lar deb qolmanglar. Ro'za tutmagan joyda qilmaysiz, ro'za tutgan joyda texmi qilmaysiz demoqchi. Ro'za tutgan ekan u odam o'zining shahvatlaridan o'zini to'xtatmoqchi bo'lgan kishi bo'lgandan keyin bu texmi qilmaslik kerak. Birincisi gaddul basar, ya'ni Alloh taolo harom qilgan shaylardan ko'zni yumush. Allah Teala haram kılgan, manın qarasang bo'lmaydi degan, mesela namahremlerge qarashdin, kishilarning ayıplarına qarashdin, kishilarning sirlariga qarashdin. Shunda Alloh Teala qarashdin to'sqanlik narsaning biringa qarashdin, ko'zni yumishdan qaramaslik demekçi. Qaramaslik. Ve Allah Teala'nın
zikridan qalbni kashlik qiladigan, qalbni tusab qo'ydigan, mashg'ul qilib qo'ydigan shaylarning hammasiga qaramaslik. Ya'ni Ramazon sharifda xususan musalsalat, ya'ni uzun, ya'ni uzun filmlarni, kino filmlarni, qismliq, ko'p qismliq kino filmlarni, taq qismliq olamdı. İş qilib Alloh taolaning zikrini o'rib qo'ydigan, namahram ayollar chiqadigan ve her qanday şu javvoldagi, telefondagi, internetlardagi şu insonni Allohdan g'afil qilib qo'ydigan barliq musalsalatlarni, kinolarni, oyunlarni hammani ko'maslik. Ko'maslik degan gap. Mana bu salihlarning ruzusining birinci türü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen ki en-nazratu sehmun mesmumun min sihami iblis la'anahullah. Femen terekeha khawfen min Allah atahullahu azze ve celle imanen yecidu halavetehu fi kalbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen ki nazra diyeni bu haramga, Allah Teala toskan işqa, Allah Teala'nın ki zikirden adamın kalbini tusap koyduğun her kadar bir şeyi qarash, bu şeytan iblis aleyhi la'nenin iblis lanetkardininki zehirlengen bir zehirlik uqi bu. Zehirlik uqi insanın kalbiga atkan. Kim ki bunda çeklengen Allah Teala tusap koygan şeriat çekilgen bu qarashlarni terik itip Allah Teala'nın qo'rqib terik etse Allah Teala şu adamның şu bir qıtım ko'zini yumup haramga qaramaganligi uchun Allah Teala onun shundoq bir iman ato qiladi-ki, u qalbidagi imonning halovatini shu chaqda his qila oladi. Ve Enes radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan: 5 iş var. Ro'zadarni iftar qildirib o'tadi. Yani ro'zadarning ro'zasini sundirib o'tadi. Yani ro'zadarning ma'naviy ro'zasini sundirib o'tadi. Yani ma'naviy ro'za degan hadis orqali dalil kuchlaydigan shu. Yani ro'zadarning ma'naviy ro'zasini sundirib o'tadi. U bo'lsa yolg'onchilik, yolg'on aytish. Ro'za tutib turib yolg'on aytish. Ro'za tutib turib g'iybat qilish ikkinchisi. Uchinchisi ro'za tutib turib gap yotkash, chaqimchilik qilish. To'rtinchisi ro'za tutib turib yolg'on qasam ichish. Beşincisi bo'lsa ro'za tutib turib Alloh taolo harom qilgan yerlarga qarash, namahramlarga qarash, shahvat bilan qarash ro'zador turib. Mana mushu 5 ish insonning ro'zasini sundirib o'tadigan, ya'ni ma'naviy ro'zasini sundirib o'tadi. Demak, endi bir odam ro'za tutib yolg'on aytib solgan, nima ishqa ma'naviy ro'za deb ayrildik deganda, agar bir odam ro'za tutib turib yolg'on aytib solgan bo'lsa va endi ro'zam sim ketib ko'p tamoq yegan, ko'p keyinlam tamoq yeysin nima bo'ladi? Tamoq yeysa u chaqda buning bir kun qazo, 60 kun kafarat ketadi jazo. Mana shuning uchun uni bir odam ro'za tutib yolg'on aytib solgan bo'lsa, darhol istig'for aytib darhol ikkinchi bu yolg'onga qadam bosmasin. Çünkü bunun manevi ro'zasi degan gap, bunun ro'zaga berildigan katta mukofotlar, rayyan degan ishikdan iborat. Alloh taolo ro'zadarning mukofotini men qilam berma degan, bunda mukofotga erishmaydi, lekin amaliy ro'zasi adovat, amaliy ro'za ado bo'lsa, qiyomat kuni bir ro'zadan iborat bir farzni ado qilmagan degan jazodan nima qutuladi do'zaxga ishdan. Lekin Akattı Rayyan degan darvoza nisb bo'lmaydi. Jannatning 8 darvozalaridan biri bo'lgan Rayyan darvozasi bunga nisb bo'lmaydi. Alloh taolo men uning mukofot uzamg'an bermaydigan katta mukofotga erishmaydi. Ma'naviy ro'zada sim ketgan odamlar. Shuning ma'naviy ro'za intayin muhim. Endi birinchisining bo'ldi ko'zni Alloh taoloning zikrini tutib o'tgan jami'i muharramatlardan ko'zni yig'ish, ko'zni yumush. Ikkinchisi tilni qalaymiqan gap qilishdan, yolg'on gap qilishdan, g'iybat qilishdan, chaqimchilik qilishdan, sad gap qilishdan, qattiq gap qilishdan, insonlarning yuragini og'ritadigan, azob beradigan gaplarni qilishdan, insonlar bilan jidallashish, tillashish, so'qishishdan, tilni yig'ish, tilni saqlash, tilni davomli sho'x tutish, sukut qilish. Faqat tilni Allohning zikri qila, Qur'on tilovat qilish qila ishlatish. Mana bu tilning ro'zasi. Mana tilning ro'zasi. Birincisi közün rozasını sizlep öttük. Rozadarlığa nispeten. Hem de ikincisi tilinin rozası mana bu. Süfyan ibn Uyeyne rahimahullah degan ki g'iybat rozini sundirib o'tadi degan. Ve Layth Mujahid rahimahullah'dan
shunda rivoyat qilganki, ikki xil ish bor. Bu ikkisi ro'zani sundirib o'tadi. Bu bo'lsa g'iybat bilan yolg'onchilik degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan: "Innamas savmu junnatun." Ro'za degan qalqondir. Qachonki biringlar ro'zador bo'lsa, sat gap qilmasin. Jamoaga oid gap qilmasin. Talsalik qilmasin. Agar bir inson uni bilan urushib qolsa yoki uni bilan tillashib qolsa, endi urushib qolsa demoqchi, bir odam uni o'ltirmoqchi bo'lsa, ya uni urmoqchi bo'lsa demoqchi. Yoki uni tillasa, yoki uni ursa, falyaqul, u desinki, inni soim. Men ro'zadarman. Men ro'zadarman desin. Uni gap qaytirib, uni bilan gap takallashmasin. U bir mush asa, uni bir mush qaytarib atmasin. Uni tillasa, uni tillamasin. Uni jidallashmasin. Mana mavu haqiqiy ro'za, ma'naviy ro'zaniki intayin dalili kuchli degan masala mana bu yerda. Bir odam inni soim, men ro'zador demay yolg'on kas aytib o'tib, tillash kas tillib o'tib, g'iybat kas qilib o'tib, bunda oldi kelganda qilib olsa, buning ma'naviy ro'zaning katta dalilji mukofotlaridan mahrum qoldi. Endi üçüncü xoslarning ro'zasining üçüncü tarmog'i bo'lsa nima? Quloqni yomon gaplarni anglashdan yig'ish, to'xtatish. Chunki deyish harom bo'lgan narsaning hammasini anglashma harom. Shu sababdan Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda harom gapni anglag'uvchidan harom gapni yeguvchini o'xshash barobar so'zlab qo'ydi. Nada? Allah Teala nima deb? Allah Teala dediki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Semma'un lil-kezibi akkalun lis-suht." Yani ular yolg'onni anglag'uvchi degan semma deganni, yani mubolag', siyg'i mubolag' degan davomli yolg'on gapni, yomon gapni davomli qanday yolg'on gap anglamayapman, g'iybat anglamayapman demoqchi. Akkalun lis-suht degan gap haramni yegilamroq. Davomli o'zi harom etgan, to'xtamay harom etgan, harom qo'la degan gap. Akka degan gap bu siyg'i mubolag'a, yani mubolag'a shakli. Yani haram qo degan gap. O'zi haram qo davomli harom etgan, davomli harom gap anglayotgan. Ikkisi bir yerga qo'ydim yerda. Demak, endi yomon gapni deyish harom bo'lgan gapni anglashma harom. Allah Teala o'xshash bir yerga gap qo'ydi. Va qala azza va jalla, Allah Teala yana dediki: "Laula yanhahumur rabbaniyyun vel ahbar an qawlihim al-isma va aklihimus suhut." Ularni nima uchun shu ularniki tarbiyachi olimlari, ularniki Yahud Nasaradan chiqqan shu olimlari, diniy ulamolari ularning shu yomon gapini, ularning qilgan yomon gapi, gunoh gapidan va ularniki harom yeyishini to'smadi. Demak, Alloh taolo bu yerda harom gapni qilish, harom narsani yeyish va harom gapni anglash degan shu uchini ikki oyatda barobar o'ringa qo'ygan bo'ldi. Unda bo'lgan ekan, g'ayvatga sukut qilib anglab turish harom. Alloh taolo dedi ya, innakum idan misluhum deb qo'ydi Qur'oni Karimda. Sizlar undaqda sizlar shular o'xshashlar dedi. Shu sababdan Payg'ambar alayhisalom dediki, al-mughtabu val-mustami'u sharikan fil ism. G'ayvatxo'r, g'ayvatga quloq solib, g'ayvatni tinglab, anglab o'ldiruvchi gunohda o'rtaqdir. Ikkisi o'rtaqdir dedi. Mana bu 3-chi ro'zaniki masalihlarning ro'zasi bo'lgan ma'naviy ro'za desak bo'ladimi? Ma'naviy ro'zaning 3-chi omili nima ekan? Quloqni g'ayvat, yomon Alloh taolo to'sgan barliq ishlardan quloqni yig'ish, to'sash. 4-inchisi bo'lsa, qolgan a'zolarni, qo'l, tutdan iborat qolgan a'zolarni jami'i gunohlardan nima? To'sash. Qo'soqni shubhilak iftor qilgan vaqtida harom shubhi luqmalardan, g'izolardan to'sash, ya'ni yig'ish degan, yig'ish. Nima ish qilganda? Halal bo'lgan rizqdan o'zini yig'ib iftor qilgan chog'da harom bo'lgan shaylar iftor qilgan gapni hech qanday bir aqlga sig'adigan gap emas hamda bu. Kunduz kunlikda Alloh taolo halol qilgan, halol bo'lgan o'zingiz halol topgan pullaringiz, narsalarningizni yemay iftor qilgan vaqtida haromdan tomoq yeyishingiz bu qanday aqlga sig'adi? Bu aql va insonlar qilmaydi. Masalan, bunda ro'zlarning misoli
Özü gündüz roza tutup kişinin hakkını yiyip andan halal olmagan şübhelik narsani yep iftar qilgan adamning misoli qanday adam misol o'xshaydi? Xuddi bir ayvon saroydan birini silib, qasr uydan birini silib, cho'ng bir shaharni yiqayotgan odam misol o'xshaydi. Chunki halol tomoq degan halol tomoqni ko'p yesa ziyon qiladi. Tomoq yesa ziyon qilmaydi, lekin halol bo'lgan tomoqni ko'p yesa ziyon qiladi. Roza nima uchun farz qilingan? Shu halol bo'lgan tomoqni ozaytish, shu halol bo'lgan yeb ko'ngan tomoqingizni oz yeng deb shuni ozaytish uchun farz qilingan roza. Anladın? Bu yine xuddi nimaga o'xshaydi? Roza tutib kunduz roza tutib kechda aram bilan iftor qilgan odam dorini jiqisam ziyon qilgan dorini jiqimay deb dorini oz yeb, undan keyin zahar yegan o'xshaydi. Bu aqlsiz deb o'chaqda dorini jiqisam ziyon qilgan deb keyin zahar yegan o'xshaydi. Zahar o'ratayin. Haram deganmi? Haram yeyish deganmi? Xud zahar insonning badanini halok qilganday, haram insonning dinini halok qiladi. Halol degan o'zi foyda qilgan, jiqi ziyon qilgan bir dura. Masalan, doktorlar dori berganda, madurini kuniga 3 vaqt yoki 2 vaqt bittadan 2 dan ichida berdi. Adam 15 dorini foyda qilgan dorini biologik vosita ziyon qildi. Xuddi shunga o'xshash halol bo'lgan yemekliklarmi o'zi foyda qildi, jiqi ziyon qildi. Anladın? Roza deganda roza maqsad aş halal bo'lgan tomoqlarni ozaytish. Oz tomoq yeng, oz luqma yeng deb shuning uchun farz qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hattoki ochliqdan qusoqlari tashlangan edi. Yigir tomoq yo'q. Hozirgi bizniki men Saudiya Arabistonda turayotaman. Bizning Mishadagi eng tatgan xafaligimiz nima deb dunyo bo'yicha Saudiya Arabiston statistikaga asoslanganda sukkar keseli, yani şeker keseli, diyabet keseli chiqish jihati 2-chi o'rinda turgan, 2-chi o'rinda. Yani demak, eng oldi degan gap nima uchun? Tomoqni jiq yeganlik, ko'p uxlaganlik, harakat ozlik. Mana, hamiz bosh kasallik qo'shoqni yog'maganlik, tomoqni jiq yeganlikdan. Tomoqni jiq yeganlikdan. Mana Ramazon ro'za demiş farz qilingan insonning şu özünün hayatını açığını unutmagan insan Allah Teala rahimlik Xudoyim to'xta men seni majburlab bo'lsa bir sog'lom qilib qo'y. Uzoqroq umr ko'rib, uzoqroq ibodat qilib olgin. Jining og'rimasin. Bende kasallab qolsa, o'zini asırmay bende kasallab qolsa, uni hech kim kasal tortishib bermaydi. Kasalni o'zi g'anam tortadi. Har qancha amroq bola ota-onalarimiz shu yo'g'onqisi doktorga opirib davolatlaydi, lekin kasalni birini kasal odam o'zi tortadi. Allah Teala bendige ata anısıdır mı mehriban, balvaqsıdır mı mehriban. Şu üzerine saklam tut dep çenek duruş. Roza tutuşlayan tamaqını az tutuş. Roza tutuşundaki yeni bir ruhi olsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degen ki kem min saimin leyse lehu min savmihi illa'l ju'u vel atash. Qanchiligan rozadarlar bor. Onun tutgan rozasidan faqatla uningga chiqitgan oxirgi natija qo'sqining echib qolgani, usab qolganilam xolos. Undan boshqa natija yo'q, savob yo'q uningga. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan. Endi mushu hadisniki sharhisida ba'zi ulamolar shunday deganki, mana bu iftor qilgan vaqtida harom bilan iftor qilgan odam. Iftor qilganda harom bilan iftor qilgan odam mana mushu hadisning hukmiga kirdi. İftar qilgan roza tutib bo'lib iftor qilgan chaqda xalqning elib olgan narsani, xalqning pulini bermay o'g'lab yosh qanda xato yo'l bilan olgan narsida haromdan bilan topgan pulning narsalarni iftor qilgan bo'lsa bu odam mana mushuning o'zi mushu roza suqib bo'lmayotgan ish qilganlar qatgan kishilarning qatoridan degan bo'ladi ma'nosi degan sharhlar bor. Ba'zi sharhlar buni deb sharhlagan desa bo'lsa o'zi halal tomoqni yemay, roza tutib turib halal tomoqni yemay, halal bo'lgan tomoqni yemay roza tutib xalqlarning harom bo'lgan go'shtlarini, ya'ni g'ayvatini qilish. Bunda odamlar bu ro'zniki darajasini savobiga ishonmaydiganlar. Va ba'zi sharhlar bu hadisni qanday sharhlagan? Bu bo'lsa
o'zining a'zolarini yuqorqi so'zlab o'tgan qo'l, put, ko'z, og'iz, quloq degandek a'zolarini gunoh masiyatdan saqlamaganlar. Biz qo'sqini ham su yemek içmekten saqlab, bunda a'zolarini gunoh masiyatdan saqlamaganlar. Men degan, demak, şu muhaddislar 3 xil yo'l bilan sharhlagan bu hadisni 3-chi ma'nosi bor buning. 3-chi ma'nosi bor. Xo'sh, endi biz 5-ga keldik. 4-si bütün a'zolarni gunoh masiyatdan saqlashlik. 5-si halal bo'lgan tamoqni iftor qilgan vaqtida ko'p yemaslik. Qo'sqin nis tushab, shu bunda qush og'zini ochsa qushqach og'zidan bir narsa yeguday holatda tushqizatmaslik. Chunki Payg'ambar alayhisalom mu'min 1/3 tamoq yeydi, kofir 7/3 degani mu'minning 3/1, kofir 3/7 degan gap emas. Mu'min tamoqni oz yeydi. Biz qadrini ustalik uchilik. Bir Allah shu taomning quvvatida Allah Taologa taat ibodat qilib olguchilik tamoq yeydi biz. Kofir deganda kofir degan yeydi qo'sqatlik yeydi. Uni hayvon bilan farqi yo'q-ki shu. Allah Taologa halaldan bo'lgan tamoqni yeb tushab ketgan qo'saqdinmi o'chkuridan qo'saq yo'q degan gap, haromni yesa Allah Taolo amaq degan gap emas. Haromni yesa u devziqi u. Xolos uni ish bitdi. Allah Taolo ruxsat qilgan ishning ichidimi Allah Taolo yoqtirmaydigan ish qilsa, qo'sqini halaldan bo'lgan tamoq bilan nis toshqizab shu bombaytib to'xtamay semizlar dombay qilib yiyish. Allah Taolo ruzini Allah'ın düşmanı bo'lgan, insonning düşmanı bo'lgan nafs, shaytonni sundirish uchun, shahvatni sundirish uchun farz qilgan tursa, inson iftor qilgan chaqda kunduz kunlikda qo'saqi ichib shundoq nafsi yavaşlab, ojiz qilgan nafsini iftor qilgan chaqda to'yg'uch tamoqni yeyotsa, qanday bir ma'nosi bor Allah Taoloning kisi ro'za tutib, bunda ochliqni, tamoqni oz yeyishni o'rganing deb Allah Taolo farz qilgan ro'zani iftor qilgan vaqtda qo'saq etilg'iday yisi bunu qanday bir ma'nosi olsun bu ro'zaning. Demek ba'zilar hattoki tamoqning ranglarini, hatto boshqa chaqda yemaydigan tamoqlarni ro'za tutgan vaqtida, boshqa chaqda bir xil tamoq yeydigan bo'lsa, ro'za tutilgan chaqda necha xil tamoqlarni do'stlarga, necha xil tamoqlarni sevitadi. Anladın? Demek Ramazanning haqiqiy ruhi insonni bir xil tamoq bilan bir xil tamoqdimi az yeng. Bir qo'sqingiz och tursin deb mundaq nafsini sundirish uchun mundaq buyurgan. Bunda halat tursa, ba'zilar Ramazandan sırt normal deyotgan tamoqni nechasi jiqiydi degan gap. Hatto ba'zi odamlar Ramazonga 11 oyda uyga yog'magan yemaklikni Ramazonda yog'adi. Hozirgi bizniki jamiyatimizga eng bo'lib ketgan ishlar mushu mana. Ramazonda supermarket, cho'ng to'llar do'konlar kiradigan bo'lsa, odamning jiqligining dardida, ondan odam jiqligining dardida navbat tegmaydi. Nimishqa hamma odam shu. Xuddi bu Ramazon oyi yemek içmekning aydakla xolos. Bu butunlay ro'zaning ma'naviyatiga, ro'zaning ruhiga xilof ish bu. Ro'zaning ruhiga xilof ish. İnson Allah Taoloning buyrug'i bo'yicha ro'za tutib, atdiganda tortib kechgacha nafsini shunda ojizlashib, nafsi qattiq ishtohasi qo'zg'alib, narsani yegisi kelib tayyor bo'lgan chaqda kechda iftor qilgan vaqtida shu uni turli tamoqlarni, turli lazzatlarni, turli shahvatlarni hammani bersa, buning shahvati normal holatda ro'za tutmagan holatidagidan natijasi eshib ketmamdi, qo'zg'alib ketmamdi. Normaldagi tamoq yuz kelmaydigan, normal tamoq yeydigan, normal ishni qilgan odamlar atgan tortib kechgacha nafs qattiq shu echirqab, nayti qog'ijrab ketgan vaqtida uning narsini birini bersa, teqim bir kuchlanib ketmamdi uning nafsi. Ro'zaning jini bo'lsa, ro'zaning sirri bo'lsa, shaytonniki insonni ozdirishdiki, yomonlikqa elib berishdiki bu eng kuchli vasitasi bo'lgan nafsining kuchini ojizlashtirishdirsa. Bu ojizlashtirish faqatlam insonga tamoqni, shu nafsga tamoqni oz berishlarla mas'uldir. Atdiganda kechki tamoqqa tamoq yeganda quloq etilg'uchi yine o'xshash gap bu. Yine o'xshash gap. Endi bunday qilish uchun qanday qilish kerak deganda, bunday qilish uchun, bu nafsini ojizlatish uchun, bu kechki tamoq yegan vaqtida, iftor qilgan vaqtida, odamni ro'za tutmagan vaqtida qanchalik tamoq yeyib yedim. Ro'za tutmagan vaqtida odamda
qanchalik tamoq yesa, ro'za tutgan vaqtida shunchalik tamoq yesa bo'ldi. Bir adam ro'za tutganchaqda kechda namoz shamdan yana qanchalik tamoq yemoqchi, shu tamoqning o'zini ro'za tutganchaq deysi bo'ldi. Mushuni intayin muhim ishligini bilish kerak. Buning intayin muhim ish ekanligini bilish kerak. Undan keyin yana bir talab bo'lsa, ro'zador kunduzi ko'p uxlamaslik. Ro'zador kunduzi ko'p uxlamaslik. Nima uchun desa, uning qusqining oshqanligini, usig'anligini his qilish uchun va bu nafsiniki quvvatining ozlashganligini his qilish uchun. Shu chaqda insonning qalbi saf bo'ladi. Saf bo'ladi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'zadorning uyqusi ibodatdir dedi. Ro'zadorning uyqusi ibodatdir dedi. Lekin bu hadisni bir adam dalil qilib, shu kechasi abdan ibodat qilib o'tib, kunduzi bir uxlagancha pishimmi yo'q, pishimni soat 3 da, asrmi yo'q, asrni soat iftorga yarım soat 10 minut qolgan vaqtida munda uxlab ketish, bu butunlay shariatga xilof bo'lgan bir ish. Namoz fard ayn, fard qat'iy. Kechilikda qiyam qilish sunnah, nafl. Sunnatni qilmab kunduz bo'lgan, farz bo'lgan namozni qazo qilib bir adam, buning ahvoliga hay. Nima degan ahmoq bu, nima degan ahmoq. Shuning uchun endi bunda deganlik kechilikda qiyam qilmang. Kunduzi kechilikda qiyam qilmang, kunduzi to'xtamay uxlang deganlik emas. Bunda qilsa kechilikda kunduzi uxlamay o'tirib, kechilikda qiyam qilmay uxlang deganlik emas. Kechilikda qiyam qiling. Atdigandan tortib pishimgacha uxlayotgan bo'lsa, har qancha uyqum tugaydi. Atdigandan tortib pishimgacha uxlayotgan bo'lsa, har qancha uyqum tugaydi. Andin. Shuning uchun eng muhim bo'lgani bizga namozni vaqtida o'qish. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Pishimni, asrni mush ikki namozni bularmi mush Saudiya Arabistonidagi deymi bu gapni, boshqa yerdagilarni atdiganlikdan pishimgacha uxlamaydi tabiiy kammadan. O'zining normal xizmatlarini qildi, lekin Saudiya Arabistonda asosliq bir şey atdiganni pishimgacha hech qanday ish qilmaydi. Ba'zilar bu azvaylab atdiganni pishimgacha taraqqiy qildirib, asrgacha bo'layotgan uyquni. Mau haram bo'lgan uyqu bu. Hatto bir adam kechikda qiyam qilmay kunduz namozni qazo qilgan bo'lsa, kechikda qiyam qilmaysiz deymiz. Kechikda uxla ko'zanga. Sen bu kechikdagi katta savobdan mahrum qolsan qol. Ma kunduzi bo'lgan namozni qazo qilishaqlik jahannamga tutgan ma ishni saqlar. Aytgan gap. Shuning uchun hamma ish hasabida bo'lish kerak. Kechasi ibodat qilish kerak, lekin atdigan tortib pishimgacha uxlagan uyqu yetib ochdi. Soat 12 gacha har qanday uyqu bo'lsa tugaydi. Endi biz 6 xil solihlarning ro'zasini, xoslarning ro'zasini 6 xil dedik. 6-inchisi bo'lsa, insonning qalbi iftor qilib bo'lgandan keyin xavf rajoning orasida turish. Alloh taolaning azobidan qo'rqish, Alloh taolaning rahmatidan umid qilish orasida turish. Nimishqa? Chunki buni tutgan ro'zasi qabul qilindimi, qabul qilinmadimi bilmaydi. Anladın? Uning ro'zasi qabul qilingan bo'lsa, bu muqarrablardan bo'ladi. Rad qilingan bo'lsa, bu nihoyatda ziyonkorlardan bo'ladi. Shuning uchun qattiq nima? Dakki-dukida anda ro'za tutgan, majak ibodat qilayotgan, xolos, ishimiz bitdi deb emas. Shu tutgan ro'zasi qabul bo'ldimi, buning bo'lmadimi? Shu orada Alloh taolani to'xtamay yig'lab, Alloh taolaga yilinib qulayib qilgan amalimni qabul asala. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim deb tilash kerak. İbrahim Aleyhisselam bilan İsmail Aleyhisselam shunda katta Alloh taolo buyurgan Ka'bani munaqil etdim deb dedi-da, Xudoyim, bizni mush qilgan ishimizni qabul qilsalar deb. Jamoatlar, qarindoshlar, shuni bilib qo'yinglar. Sizlar har qanday bir yaxshi amal ibodatni qilsanglar, hargizmi bundan taajjublanib qolmanglar. Voy, mundaq cho'ng ibodatni qilyaptim ya men. Hattoki haramda bir rekat namoz o'qisa 100 ming kan. 100 ming hisob o'tgan deb mushu gapni deblan bir adam vajam biz xolos ibodat qilib ketdik. Hargiz o'ylab qolmanglar u gapni. Hargiz o'ylab qolmanglar. Birini qilsa 100 ming savob bo'lsa, yeni birini qilsa, bir yomonlik qilsa 100 ming gunoh o'tkazib bo'lmaydi. Qilgan amal ibodating qabul bo'ldimi yo'q, buni Alloh taolo o'zi biladi. Bir adam shu taajjublanib qolgan hamon va biz bunda amal qilyaptik degan hamon shu hamon halok bo'ldi. Shu hamon halok bo'ldi. Shunga biz amal qilmoqimizni xo'sh olsak Alloh taologa Muşu Ramazan'ı yetkizgünü şükür etsak otu. Muşu Ramazan'da keçeleri kıyam kılgını, nisip kılgını şükür etsak otu. Kündüzleri rozu tutup, yaxşı amel ibadetini kılıp,
Kur'an tilavet kılın nisip kılını üç kilo sakıdı cemaatler. Herkes mi bunda rozu kılavat kıl bir yer bir kadar oylap samanla. Ebeden oylap samanla. Devamlı Allah Teala'nın müşkıkan amel ibadetinin makbuliyetini tilanla ve Allah Teala'nın amel kılın nisip kılını şükür kılıp hoşulu bağla. Hani boş kılıp aldım dağla. Oylap bakınlar vatandaki biçareli turmularda yetip ketken biçareli rozu tutalamdı o. Hatta ki taladı gele sırt kelamu. Ruzumu tutanmaz. Olu amel ibadet kılaymadan mı kılamay vatıdı? Miyade kanda amel ibadet kılaysan kıyılı boğunuğa şükür etiş kirek mi kendi ya? Kirek emez mi ken? Azıcık aynek tek gün leptir vatıdı aldığımızda. Hasan-ı Basri rahimahullah bir Ramazan eydiminde külüşüp duruvatkan bir adamların yanında ütep gitip bilip onunla dedi ki şüphesiz ki Allah Azze ve Celle Ramazan eyni üzünün halkını çenek turduğun bir meydan kıldı. Xuddi atlarını çaptırıp, meşgullandırıp kusqını taڭaşuş deydi hem de kusqını tatqızıp, tanaptek, kusaqlar tanaptek olap yuguraylaydigan halatga kelish. Ne midmar deb ataydı. Erlarni mu'minlarni xuddi shuningdek cheniqtiradigan bir cheniqish maydoni qilib berdi Ramazon oyini. Ular bu Ramazon oyida Alloh taolo taat ibodat qilib chempion bo'ldi. Şu musobaqada bir top kishilar g'alaba qozonib, yutuq qozonib chempion bo'ldi. Bir top kishilar ziyon tortib hammasi nimadan chempionlikni qo'ldan berib qo'ydi. Hammasi yengilib qoldi. Mahrum bo'lib qoldi. Eng hayron qilish tegishli shuki, mushundaq ba'zilar foydali chempion bo'lib ketgan, ba'zilar yengilib, zarlab ketgan kunda kulib ketganligini hali voy deb Hasan-ı Basri rahimahullah shunda degan ekan. Biz bu shunda bo'lishimiz kerak. Ramazonda ya yurgimiz dakki-dukkida Xudo amalimizni qabul qilsalar. Mush amalimiz qabul bo'lganmi, bo'lmaganmi? Ro'zam tutgan ro'zam maqbul bo'lganmi, bo'lmaganmi? Deb ma'ansiyashni bilish kerak bir inson. Herkes xotirjam bo'lib qolmasa, mo'min xotirjam bo'lib qolmaslik lozim. Agar hozir shunda bir payda ochilgan bo'lsa, Ramazon Rusida chempion bo'lgani bilan yengilib qolganining ahvoli shunda oshkor bo'lgan bo'lsa, hech kim kulmaydi, hech kim. Av qurusi qabul olganlar andan boshqa uyan kulkidan Rusining qabul olganidan xo'shligidan bilak narsani unutib qoldi. Ay yengilib qolganlar, Rusi qabul olmaganlar-chu. Bu hasratchi kishilar nada kulgili, nada o'ynag'ili bilak qilib vaqt. Bu amaliyat haqiqat tursa bu. Ko'zimizga ko'rmagan bilan bu haqiqat tursa. Ahnaf ibn Qays radhiyallohu anhudan deyilganki, u nayt yosh cho'mib qolgan vaqtida siz rus tutmagan bo'lsangiz, rusiz bek ojizlashtirib o'tadi ekan deb shunda boshqalar shunda deganda, Ahnaf ibn Qays deganki, men bu ruzini adas uzun bir safarga tayyorlayapman. Alloh taolaniki taat, evet Alloh taolaning taatiga sabr qilish qiyomat kuni Allohning azobiga sabr qilishdan oson ya. Hozir men qilib qolgan bilan hozir ro'za tutmoqim qiyomat kuni tuzoq o'tida ko'yishimdan azor. Yana shu tugamas tutmas azobga tayyor qilib, shuni oldini olish uchun ro'za tutdim. Hozir oson ish qilmayman. Mana deb bunda so'z degan. Biz mana 6 turlik ro'ziniki nimalarni tafsili so'zlab o'tgan bo'ldik. Ma'naviy ro'zining 6 turini tafsili so'zlab o'tgan bo'ldik. Bunun birinchisi nima bo'ldi? Birinchi turi ko'zni harom ishlardan yig'ish. İkincisi tilni harom ishlardan yig'ish. Üçüncüsü quloqni harom gaplarni anglashlardan yig'ish. To'rtinchisi qolgan barliq a'zolarni harom ishlarni qilishdan yig'ish. Beshinchisi halol bo'lgan tomoqni nima qilish? Beshinchisi iftorni halol bo'lgan tomoqni qilish va shu halol bo'lgan tomoqni iftor vaqtida nima? İftor zo vaqtida normal, yani az yeyish, normal yeyish. Qo'saq etib ketgida yemaslik. Chunki doktorxonaga borgandan bir yotib, hammasi Ramazonda yotib qoldi ma'lum gap. Beshinchisi. Oltinchisi shu deganda, oltinchisi nima dedik? Oltinchisi insonning qalbi iftor bo'lgandan keyin mening tutgan ro'zam qabul bo'ldimi, bo'lmadimi deb noiti dakki-dukkida ansiyashlan bo'lib Alloh taolaning qilgan amalini qabul qilishini so'rash, Alloh taolaning azobini qo'rqib rahmatidan umid tutish deb mana biz ro'ziniki, ma'naviy ro'zining barliq tafsilotini so'zlab o'tib bergan bo'ldik. Endi bir adam savol sorib qolsa, bu ro'za degan qusoqning avratniki shahvatini yig'ish degan gap tursa, andin
Fuqahalar bir adam tamak yemek içmegen bolsa etdigen tartip keşkiçe. Onundan keyin jima qilmagan bo'lsa buni ruzu oldu deb ko'rsatib bergan. Siz bu yerda bir muncha gapni dedingiz desa, birinchidan biz dalilni so'zlab berdik. Hatto fuqahalarniki tutgan dalili bu ma'naviy ruzning daliliga yetmay qolgan bor chaqda. Ma'naviy ruz haqida kelgan hadislar intayin kuchli. İntayin kuchli, biz yuqorida so'zlab o'tdik hadislarni. Bu yaman kuchli hadislar. Ikkinchidan fuqahalar davomli zohirga hukm qildi. Fuqahalar faqih. Yani fıkıh degan faqat solih taqvolar uchunla nima qilingan narsa emas, tuzilgan bir qonun emas. Bu solihi ve talih, yani obdan odamga yozilgan, eski odamga yozilgan, taqvodorga yozilgan, fosiqga yozilgan, o'xshash. Hatto kofirga hukm bor fiqhda. Kofirga berilgan hukm bor. Shuning uchun bu yerda ruzda mundaqisi tarsinmaydi, andaqisi rusunmaydi, mundaqisi rusunmaydi deganlik, bu qizi butqancha qilib deganlik emas. Bu eng afzal ish chiqadi deganlik emas. U degan eng bulanmagan chiqadi gap. Eng bulanmaganda mundaqisiniz bu sunmaydi. Lekin buni qilmaslik yaxshi. Nurg'ulgan fiqhda ruxsat berilgan ishni qilmaslik yaxshi. Masalan, bir odam masalan biz ruzini tunishtirganda dedik, et degandan tartib kechgacha tamoq yemaslik, suv ichmaslik, jimo qilmaslik dedik. Onu belki şimdi kısak ben olursun mağanı yaptığın kısak butkançı var diye yemez mi manası? Ama mani virüs de bir gap var. Çünkü biz devamlık fikrini söylediğinde yine ama o takvadarlık tarafındaki boğan manevi tarafını böyle sözle bütüşümüz gerek. Bunu doğru düşünüş gerek. Bugünkü dersimiz müşahede ahirlaştı. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.